Onam aytdiki, mayli ukangni o'qishga yuboraman, sen ishlab turaver. U tamomlab keldi, menga o'rgatdi. Keyin birgalashib ishladik, diplomsiz. Keyin men Chimkentga borib, o'sha yerda zaochni zubovratchебный texnikumni o'qidim. Kelib, Shahrisabz shahrida 10 yil qarib tish doktori bo'lib, tish texniki bo'lib ishladim. Lekin to'ylardan borib turdik. Lekin tish doktorligi ham qildingiz. Ha, marhabo talantlarga ham borib turdik. 73-yilda 40 katta ball olib, u vaqtda Rashidov Xudo rahmatli davlat rahbari edilar. O'shanda Gulzorimni ishq bilan aytganimizda ikki kishi Ammam Davidov bilan 10 ball olganmiz. O'shanda Sharof aka aytdilarki, bu bolalarga 3-4 ta shoirlardan she'r berdirib, yangi kuylar bilan shularni televizorga olib borib, ashula ayttirib, bularga zasluga beringlar deb aytdilar. Bu gap 73-yil edi. Bu hazillashib men bir raykomga aytdimki, ha bu hazil bo'lsa kerak, qayerga biladi, sizlar berasizlar bizlarga zaslugini deb hazillashganman. Ana bu narsalar kelgusida bo'ldi, Xudoga shukr. Shunaqa qilib, tish doktorni tamomlab ikkalamiz 10 yil ukam bilan ishladik. Yaqinda endi bu gap qarib 60 yil o'tdi. Shahrisabz, keyin Toshkent, radio, Amerika почти 30 yil. Hammasi bo'lib qarab 60 yil o'tdi bu gaplarni. Yaqinda bizni 2018-yilda O'zbekiston xalq artisti olgandan keyin bizni Toshkentda katta konsertimni uyushtirdilar. Konsertdan keyin bir shahrimni ko'raylik, Shahrisabzga bordik. Bir o'zbek ham do'stim, endi bizlarni taniydigan 5 yildan beri uyda kirdik. Ishonasizmi, bir avtobus odamni bizlarni qabul qilib, mehmon qilib, xursand qilishdi. O'shanda bir erkak kishi boboy, hovli egasini akasi ekan. Izro aka esida bormi? Mana hozir men yoshim 90ga kirdi. Mana shu tishimni 60 yildan oldin siz qo'ygansiz deb. Shuni aytib, hammamiz kulib ketdik. Agar tilo qo'yganimda bu o'sha tushirib ketardi, yeyilib. Tilo muloyimda, metallический qo'ydim. Shu odamni ko'rsatganim bizga bir haligi bir tarix bo'lib qoldi. Bolalar eshitib buni xursand bo'lishdi. Yani har kasbni odam egallash kerak iloji bo'lsa. Dunyoda kerak bu narsalar. Pilotniklik ham qilish kerak. Iloji bo'lsa har xil narsalarni hammasini o'rganish kerak odamzod. Bizlarga shunday davr bo'ldi, majbur bo'lib shu narsalarni o'rgandik.